Mani aqlimga sig'maydigan, haligacha miyam qabul qilmaydigan bitta holat borda. Shu nimaga hamma faqat ayollarni yomonlaydi, kelinlarni yomonlaydi, faqat shulardan kamchilik qidiradi-da. Mana qaynona, qaynota, qaynapa, qaynsingil, qo'yingki butun dunyo mash kelinlardan, mash ayollardan norozi-da. Shu bechoralar yana voy men unaqa inson emasman, men mana bunaqa odamman, men mana bunaqa inson emasman deb yana hamma narsani ichiga yutadi, oilasi uchun harakat qilib, ilm oladi, o'zini ustida ishlaydi, rivojlanadi, harakat qiladi-da oilani saqlab qolish uchun. Lekin nega hamma aybni mana kelindan qidirganlar, tuhmat qilganlar, hamma narsani buni ustiga yuklaganlar nimaga ilm olmaydi? Nimaga rivojlanishmaydi? Nimaga ilmga, tarbiyaga chaqirilmaydi shu insonlar? O'shaning uchun ham hozir ayollar rivojlanib ketgan, hozir ayollar kuchlilashib ketgan. Biz ayollarda, mana shu kelinlardan natija ko'ryapmiz, lekin nega sizlarda natija yo'q? Nimaga faqat ayol kishi